o'zimni tirnoqqa qildirganman-u, lekin nafsimni tirnoqqa qildirmagan ekanman. Yutqazdim va nafsimni tirnoqqa qildirdim. Menga Alloh rizq berganidan oilamga, a'zolarimga kim bo'lishidan qat'iy nazar yaxshilik qilaman deganman. Va hayolimga keltirmaganman-u, lekin niyat qilganman. Alloh menga yetkazdi. Ramazon 10 kunligiga oilamga hammasiga umr oldim. Akamga, onamga va u ikkitasini o'zlari topasizlar, topganga $100 pul tashladim. Buni birgalikda onam bilan akamga sovg'a qilamiz. Keldim, hozir chaqiramiz. Aka, ona! Men sizlar akam bilan akalarimga sovg'a oldim. Oya. Ukangiz. Nima oldi bo'ling? Nima Ikkovlariga sovg'a, hayitga. Nima deysiz? Gül berdilar. Gül berdilar. Onam içinde frank taptı. Sizga nima? Gul qoldi. Topolmadinglar. Ikkovlaridan ro'za Ramazon 10 kunligini inshaalloh umraga o'tkazasizlar. Sizlar yaxshi ko'ring. Bu ikkitasini sizlar topasizlar. Bu ikkitasini kimdan sizlar toping.